Bizga mana shu şey var qo'y. Mana bo'g'ingdagi tozalab, mushlarga to'kma, qo'ranga to'kma. Lajiga qistay tasib tur deb жатыр. Bizga avrochilik bo'ldi. Lajiga biz qanday qapiramiz? Mashinamiz. Hozir men qig'ni meyadan usib, yana laji tonga bir tashlashlar. Lajiga qapiramiz bu shuni To'kib o'tisizlar shunami? Tozalab qapiramiz. Muncha samalchiq. Shamoljaq. Aydab da uyga kirgizadi. Xalqlarning qiyinchiligi rost bor endi. Bu yerga to'kmanlar deyishninki sabablari masalan meyada aholiliklar bor emasmi? Shunami? Yozning kuni ma'o ichib sesib ketgan ekan, demak meyada man yo'tkab oyoq opiranglar degan bo'lishi mumkin. Shunami? Anandan keyin boqqa bir shu kelsa bo'ldi. Mana mushu masalami baqmachilarga bir bashag'iriq ekan shunami? Hal qilish tegishli biz patiyaqanda molcharoning qig'laridan foydalanib bir yangi turni yo'l qo'ymoqchi bu orqali shu baqmachilarning qig'ini bir taraf qilolmaslik masalasini hal qilamiz. Baqmachi do'stlar, hozirgi shu baqmachilarimizninki gap so'zlarini sizlarga anglab chiqdinglar. Shu kalning qig'ini bir taraf qilib bo'lolmaslikmi intayin cho'ng bir masala ekan. Uning ustiga aholilar yaqin yozning kuni havoni bulg'ash intayin ko'p bo'lganlik uchun aholilarning nisbatan bir bashag'irqa havoni bulg'ab. Shuning uchun biz ya'ni sarxil chorvachilikqa pat arda shu qig'ini bir taraf qiladigan bir turni yani shu qig'ni molcharolarning qig'ini iqtisodiy qimmatga aylantiradigan bir turni e'lon qilmoqchi. Taklif fikrlar bo'lsa, Inkas rayonida deyshayli. Filmni oxirigacha ko'rgan baqmish do'stimiz yurakni besib etib Inkas rayoniga 5 raqamini yo'llab qo'ying. Haqiqiy amaliyot ishlatgan bo'lgan ilmiy baqmishlik bilimlarini davomli sizlarga yo'llab turamiz.